Traventinchilar bu videodan keyin aniq meni yomon ko'rib qolsa kerak. Fasadingizni endilikda traventin qilishingiz shart emas. Bizlarda yangi chiqqan termo traventin panellarimiz yetib kelgan. Bu panellar chista granit traventin tosh shu dizaynda berib turadi. Buning orqasi termo panel bo'lib, orqasida izolyatsiyasi mavjud va o'zida temirchalari bo'ladi. Buni devorda faqat qotirib qo'ysa bo'ldi. Orqasida kafenli kley bilan yopishtiriladi. Devoringiz qanday bo'lishi farq qilmaydi. Bu narsa har xil bo'ladi. 3 xil rasvetkasi mavjud. G'isht, silliq rasvetkasi va chiqib turgan rasvetkalari mavjud bu narsaning. Fasadimizning qulaylik taraflari bu orqasining izolyatsiyasi hisoblanadi. Bu izolyatsiya uyingizni issiq, sovuqda bir xil chidamli qilib turaveradi va tashqaridagi muz, qor, yomg'ir bemalol chidab beradi va o'zimizda granit toshlar kabi 10 yil xizmat qilib beradi. Garantiyasi bilan bera olamiz. Bu fasadimizni keyin xohlagan devoringizga tersangiz bo'ladi. Loyishvoq, qumshvoq, g'isht, blok farq qilmaydi. Usti sal tekis bo'lsa bo'ldi. Ustlari chiqib turmagan bo'lsa agar terib ketaveradi. Bu narsa mana bu mexchalari qotirilib, orqasida kafenli kley bilan yopishtirib ketaveriladi. Quruvchi akalarimizga xuddi shunday termo traventin panel kerak bo'ladigan bo'lsa, Luxury Stone'ga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Xohlagan ob'yemlarda chiqartirib bera olamiz.